Ko'rib turgan kanalingiz iyul oyida 9 million 400 ming prosestor to'pladi va bu kanal taxminan iyul oyida 10 ming dollardan ko'p pul topdi. Oddiygina musor yo'nalishi orqali odamlar shuncha pul topishyapti. Bu ishni siz ham qila olasiz. Sizga kerak bo'ladigan narsalar CapCut yangi YouTube kanal va asosiysi esa disiplin. Disiplin so'zining ma'nosini bilmaydiganlar ChatGPT dan so'rab bilib olishlari mumkin. Birinchi bo'lib o'zimiz uchun CapCut yordamida shablon tayyorlab olishimiz kerak. Men sizlarga shablon tayyorlash uchun kerak bo'ladigan hamma elementlarni, ya'ni green screenlar, PNG'lar, ovoz effektlari, videolar va boshqa hammasini tekinga beraman. Siz ularni qidirish uchun bosh og'ritib yoki 3-4 soatlab vaqt sarflab o'tirishingiz kerak emas. Shablon uchun kerakli bo'lgan hamma elementlar men Telegram kanalimda. Keyingi qiladigan ishimiz yangi YouTube kanal ochish. Iloji boricha 1 oy oldin ochilgan yangi YouTube kanaliga video qo'yishni boshlang yoki undan ham oldin ochilgan bo'lsa ham bo'laveradi. Agar siz bugun yangi kanal ochib, ertadan video qo'yishni boshlasangiz, 90% holatlarda kanalingiz umuman ko'tarilmaydi. Shu sababli bizga oldin ochib qo'yilgan eskirgan YouTube kanal kerak. Shablon va yangi kanal tayyor bo'lgandan so'ng bemalol disiplinaga bo'ysungan holda videolar joylashni boshlashimiz mumkin. Faqat YouTube'da eng muhim va hamma shunga bo'ysunish kerak bo'lgan qoida bor. Agar siz natijaga erishmoqchi bo'lsangiz, to'xtashni yoki ortga qarashni o'ylab ham o'tirmang. Siz maqsadingiz sari birinchi qadamingizni tashladingizmi? Demak, sizda ikkita tanlov bor. Birinchisi hech qachon natijaga erisha olmaslikni tanlab taslim bo'lish, ikkinchisi qanday qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar olg'a yurib o'z maqsadlaringizga erishish.